Rishton tumanida 5 kVtligimiz o'tgan yil o'rnatdik. Xudo xolisa mana 1 yil bo'lyapti. Ishlash prinsiplari yaxshi. Subsidiyaga o'rnatib berdik. Subsidiya bo'yicha qancha bo'ladi subsidiyaga? Sentyabr. Ya 17 million 800 da. 7,5 million subsidiya beradi. Mana hozir ulanish jarayonida ishlarimiz yetirimiz deya. Tomatlarimiz mana chiroyli korblarda tushirishgan. Xudo xolisa. Xonadon egasi nima tavsiya qilardingiz boshqalarga? Nima tavsiya qilgan bo'lasiz boshqalarga? Yaxshimi? Foyda ko'rdingizmi? Necha oylik to'plasam yana qo'shtiraman buni. Bu narsa ekan. Foydasi bo'lyaptimi sizga? Svetga pul to'layman, yo'q, naqd menga berishyapti hozir. Hozir mana martda hisobiga ham iste'molidan tashqari yana 250 mingni qancha yana yozilibdi, uni tashlab berishyapti. Har oyda oxirida plastikka tashlab berishyapti. Yaxshi qo'ysa bo'ladi, boshqalarni qo'ysa bo'ladi. Endi subsidiya ham to'g'ri narsamikan, foydasi bo'ldimi? Davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Hozir suvsiz ham qo'yaman deyapsiz-ku. Shuni ham qo'yaman. Foydasi bor ekanda, shunga shu narsa. Bu ham subsidiyaga chiqadi, xudo xolasa uni ham qo'ydirib beramiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga.